Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turganlar, mana bu Honda mashinamizga rol tikib beryapmiz. Tikish jarayonini sizlarga ko'rsataman. Uy sharoitida tiksalaring ham bo'laveradi. Sizlardan uzr so'raymiz. Videomiz sifatsizroq chiqyapti. Xo'p, mana aytdan o'tkazdiriladi. Keyin mana busidan o'tkazdiriladi. Bunisidan iynani bunday tortib bosamiz. Keyin sekinlik bilan bu holatda tortamiz mana. Holatda tortilsa, shu holatda tortilsa mana bir-biriga keladi. Mana bu strochkalari cho'tki holatda keladi mana. Shu holatda bo'ladi. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lib, like bosib ketishni unutmanglar akalar. Here's what.